Birinchi bo'lib ishxonamizda iPhone 17 olgan bola mana shu bo'ladi. Islom nech pulga olding? 1650 dollarga oldi. Hali men olmaganman, bori. Mana shunda videoga olmoqchidim, mayli o'zimnikida olamiz. Hop, Islom bilasizlar, ishli ligirovkani jinni qilib tashlaydi o'sha. Har juma aksiya qilamiz. Qaranglar, 100 ming so'm ichida nima qilib beramiz. Ballon qoratiradigan podark qilamiz. Bu originali bo'ladi. Kapot bagajni ligirovka qilib beramiz. 4 ta eshiklarni ligirovka qilib beramiz. Bir xilda lyuki bo'ladi-yu, oynasi tushib chiqayotganda nito tushib chiqadi-yu, o'shalarga spreyni sepib beradi. Hammasi 100 ming so'm. Mana shu jentran eshigini qilib qo'ygan. Voy, yopilishini eshityapsizlarmi, akalar? Mana shundoq qilsa yopilib ketadiganlik qilib beramiz. Libboy mashinaga 100 ming so'm. Foydalanib olinglar. Juma kuni faqat bo'ladi. Pastda nomer qoldirdim.